Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana biz Ibrohim akamning xonadoniga kirdik. Akamizga Alloh uchun qurilish boshlandi. Assalomu alaykum akalar. Hamma insonga Alloh rozi bo'lsin. Bu boshlandi. Mana pindam quyildi. Ashinchi mablag' to'xtab qoldi. Sizga yordam so'rash chiqyapmiz, olsa. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirda yurgan akalar, ukalar, hammanglar yaxshimisizlar? Andijon viloyati Paxtaobod tumani Uyg'ur qishlog'ida imkoniyati cheklangan akamiz bor. Shu akamizga uy qurib beryaptik. Uy boshlanuvdi, to'xtab qoldi. Fundament quyilgan, ozgina g'ish kelgan barobar qurilish to'xtagan. Shu yil shu uyni bitkizib, shu imkoniyat cheklangan oilani chiqarishimiz kerak. Akalar, ukalar, kimni qancha qo'lidan kelsa, ehson oz ko'pi yo'q. Qo'lidan kelganicha ehson qilishingizni so'rayman. Alloh uchun, oxirat uchun. Imkoniyati yo'qlar, shu videoni podelitsiya qilinglar, like bosinglar, maksimal darajada tarqatib beringlar. Shu ko'proq odam ko'rsin buni. Karta nomerlarini qoldiraman. U akamizni ham o'zini telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh bu xayrli ishimizni Alloh inshaalloh barakatli qilsin. Uy bitgandan keyin Xudo xolasa shu uyni bitgan holatini ham video qilib, shu internet tarmog'iga joylash nasib qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allah bebek kabul kılsın. Kat tadıyla posa atansın. Kabulünü bitosun. Yetti Allah'ın ehsan olsun. Bugun yana noladingizmi do'stim? Arzimagan bori yo'qni g'am qilib, ko'zingizni katta ochib qarang, kim bu dunyoda yashaydi, qanday qilib. Sizni olib tongda ochgan ko'zlaringiz ko'zi ojiz uchun ne bilasizmi? Shahdam qadam tashlar oyoqlaringiz, oyoqsizni tasavvur qilasizmi? Qo'llar ne'mat, dunyoni tutayapmiz. Ammo qadrin qo'li yo'qlardan so'rang. Bemalol yuz tanamiz yuvayapmiz, tanasining yarmi yo'qlarni qarang. Siz xotirjam yuzga suvlarni sepib, qo'lingizla tahoratlar olganda hech tasavvur qilasizmi qon yutib qo'li yo'qning yuz yuvishin shu damda? Kaftimizni joynamozga bemalol qo'ya olib ibodatlar qilyapmiz. Yuzlarni shiftlarga termultirib, yotganlarning holini qaydan bilyapmiz? Erta tongda masjid tomon bemalol yurib bormoqlikning shukrin qildikmi? Bir bor masjidga kela olmay bemajol yarim jonlarni tasavvur qildikmi? Eshityapmiz qadrdonlar ovozin. Salomiga olamiz so'zda alayk. Gapira olmasni so'rangchi havasin. Qulog'i kar nolimaydi bizchalik. Chanqasak gar rohat qilib sof suvdan to'yib ichib qolganin to'kamiz. Olislarda suvsiz qahrab holdan toyganlarni holini qaydan bilamiz? Dunyoning bir burchagida o't yulib, kesak tishlab kun ko'rar bor ey inson. Turli ne'mat ustida ming bor nolib yashayapmiz tafakkur qilmay bir on. Ularga bor buning ajrin olar kun, shunday sinov bermish yaratgan egam. Biz esa olg'a yurmay shular uchun nolyapmiz, nedir matoh deyakam. Internetda ko'ringan shon-u shuhrat kimningdir mo'l hayotiga intiqmiz.
do'stim-a, qo'l oyog'imiz davlat, sog'lik oldida har boylik cho'kar tiz. Xulosa esa o'zingizdan inim, men shunchaki ne'mat qadrini eslatdim. Dunyoda ochiq ko'z bilan qarang, kim qanday yashayapti, shukri bilan jim. Qo'lni boshga qo'yib o'ylamoq darkor. Asli nolimoqqa bormi haqqimiz? Niyatim eslatmoq, qadrdon bir bor badavlatmiz, sog'dir toki tanimiz.